Xayrli kun aka. Menga iftariyda bor biror nima tayyorlab bering iltimos. Marhamat. Yo'q, bering, bu nimasi? Boshingga nima bo'ldi? So'ramang, aqldan ozay dedim. Nima balo, suyakmi yo toshmi chaynadingmi? Yo'q, har doimgidek ishlayotgandim. Oddiy kun, odatdagidek go'sht bo'lagini do'pposlab, allaqachon yaxshilab urilganida u menga shunday dedi. Sen meni barbekyu sosimda shakar borligini hisobga olmading-da. Va u menga to'lalatib tupurdi. Emalim iflos bo'ldi. Bunaqalarni ko'pini ko'rganman deb hech narsa bo'lmagandek ketdim va soat 8 da shotka bilan pasta kelib tozalaydi baribir. Lekin bilasizmi nima? Soat 8 da shotkayim kelmadi, 5 minut o'tib tozalaydigan ipam ko'rinmadi. Va men bilmagandim, boshimda kichkina bakteriya bor ekan. Streptococcus mutans. Sousdagi shakarni yedida emalimga achchiq qilib siyib qo'ydi. Va kichkina teshik ochilib qoldi. Voy, emalni demeralizatsiya qilibdi-da. To'g'ri. Ertasi kuni men pechenye bilan kurashdim va u birozdan keyin yumshoq bo'lganida qo'yib yubormoqchi bo'lib tursam, qasos endi shirin bo'ladi, chunki men shakarga to'laman dedi. Emalimni dabdalasini chiqardi. Men aytaman, odamlarga nima bo'lgan o'zi? O'sha kichik bakteriya o'zining barcha oshnalarini chaqirib oldi. Voy, hamma bu yerga kel. Bu odam shakarga to'la ekan. Hammang tirikchiligingni shu yerda qilsang bo'ladi. Bakteriyalarning barchasi o'sha yerga kelib oldi. Va u yerda juda kislotali muhit paydo bo'ldi. Bu esa teshikni yana ham ko'proq ochib, kislotali pillatcha hosil qildi. Bu paytda tish cho'tkasi bilan pasta qayerda edi? Haligacha cho'tkadan xabar yo'qligini bilib, bakteriyalar katta teshikka ega bo'lganida, ular o'sha yerni o'ziga makon qilib oldi va keyin katta xolasini uyida ko'payishni boshladi. Qip-qizil aferiz ekan u. Bir kuni xayol surib ketayotsam, juda o'ziga bino qo'ygan olifta yong'oqni uchratib qoldim. Harakat ham qila ko'rma, baribir yuta olmaysan, dedi u. O'zimga aytdim. Men bu bema'ni yong'oqni bir adabini beray. Men unga bosh bilan zarba bermoqchi bo'ldim. Boshim dosh bermay chirsindi. Menda pulpagacha yetib boradigan ulkan teshik bor ekan. Shunday og'ridiki, ey xudo, ko'zimdan o't chaqnab ketdi. Toshkentchi. Keyin shifokoriga bordim. Zararlangan joyini bir amallab burg'ilab, teshikni yaxshilab tozaladi va o'rnini to'ldirib qo'ydi. Plombani yaxshi qo'yibdi, baraka topsin. Yaxshiyamki, endi shotkalash va ip bilan tozalash tez-tez bo'lyapti. Ko'ramiz hali bu qancha davom etarkan. Ey, kim seni chaqirdi bu yerga? Uka, o'zingni bos. Mani soat 9 da yegani olib qo'ygan bo'lsa, soat 8 da tish yuvishdan nima foyda bor? Hozir senga hurmat qilishni o'rgatib qo'yaman. Ajoyib. Qani boshlang bo'lmasa aka.